yurtimizda olib borilayotgan keng islohotlarga javob bo'la oladigan bir lavhamiz bor edi. Aynan men shuni aytib o'tmoqchi edimki, Turkiy xalqlarining tarixiy birligi va taraqqiyoti sari yo'l deb nomlangan xalqaro ilmiy amaliy konferensiya Toshkent iqtisodiyot va pedagogika institutida MDH davlatlari va turkiy xalqlar o'rtasida juda katta bir ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Shaxsan men o'zim ham qatnashdim va mana shu tadbirlar jarayonidan lavha tayyorlaganman. Birgalikda ko'rib olamiz va undan keyin suhbatni davom ettiramiz. Marhamat. Marhamat. Anjuman ayniqsa mana shu yoshlarimizning ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan yoshlarimizning ilmiy maqolalarini e'lon qilishda, ularning demak ilmiy sohaga kirib kelishida, mana shu anjumanlarda olgan tajribalari, amaliy yutuqlari o'ylaymanki, ularning hayotida ilmiy ishlarni rivojlantirishda juda katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Mazkur nufuzli tadbirda dunyoning bir qancha mamlakatlaridan, xususan Yevropa, Turkiya va MDH davlatlaridan taniqli olimlar, shuningdek yurtimizning yetakchi professor o'qituvchilari va mutaxassislari ishtirok etdilar. Hoş gördük sizleri, kardeş Özbek halkına, ben Azerbaycan'dan kucak dolusu salamlar getirmişim. Ben yeni azad olunmuş Qarabağ bölgesinden gəlirəm. Qarabağ Üniversiteti Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsinin dosentiyəm Bilal Dədeyev. Bu kimi konferanslar ümumxalq Türk konferansı, mədəniyyət birliyidir. Belə konferanslar daha çox təşkil olunmalıdır. Biz burada heç bir sıxıntı, problem çəkmirik. Özümüz kimi, mənim ikinci məmləkdaşım kimi görürəm buranı. Və hər kəslə danışıb anlaşa bilirəm. Onlar məni eyni şəkildə anlaya bilirlər. Və belə konferansların məqsədi, amacı odur ki, ta uzaq şərqdən tutmuş Avropaya qədər bütün Türk xalqları birləşə bilsin. Konferensiyada Turkiy xalqlarining umumiy tarixiy ildizlari, madaniy aloqalari, ilmiy hamkorlik salohiyati hamda barqaror taraqqiyot sari olib borilayotgan izchil islohotlar atroflicha tahlil qilindi.